Xudoyim, birov qarayam demaydi. Malika? Imron? Malika? Keldilar. Qayerda qoldinglar? Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyjon, balani olib keldingizmi? Men aytgan narsalarni olib keldingizmi? Olib keldim. Hammasini olib keldim. Yaxshiyam toparmon oila bor ekan. Bo'lmasam bilmadim ahvollaring nima kechardi. Voy xudoyim. Ha, Zebo. Yana boshlayapsanmi? Ming'ir-ming'iringni? To'g'risini aytsam yomonmi? Olib kelgan bozorligini minnat qilma. Har safar do'ndirib bozor qilib kelganimdan keyin gapiraman. Go'sht bormi? Kartoshka bormi? Hammasini olib kelib qo'yganman. Bu uyda sizmas, men erkakman shekilli. Ey! Og'zingga qarab gapir. Men ham qarab turganim yo'q. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Ay, qo'ysiz-chi. Ko'ryapmiz sizni bozor qilishingizni. 1 litr yog', 2 kilo piyoz. Shular ro'zg'ormi? Ro'zg'or bu g'or. Unga hamma narsa kerak. Bas qilasanmi yo'qmi? Bas qilmayman. Senlar ham tekin tomoqqa o'xshab qarab turmasdan, ol sumkani. Olib kir ichkariga. Ey, Gapga quloq solmasdan. menga qara. Bolalarga boshqa jahl qilib gapirma, tushundingmi? Jahl qilaman. Yeyishni bilgandan keyin qo'limdan olishni ham bilish kerak. Tayyoriga o'rganmasdan. Jonimga tegdi seni ming'ir-ming'iring. Agar mana shunaqa ming'ir-ming'ir qilib olib kelib minnat qiladigan bo'lsang, boshqa hech narsa olib kelma. Unda do'ndirib bozor qilib qo'ying. 2 so'm pul topasiz kira qilib, uyga kelib yotib olasiz. Tavba, tavba. Tushunarli. Ham ro'zg'or qilib, ham gap eshityapsanmi? To'g'risini aytsam, bunaqa jonimga tegib ketdi. Meni ham erim jonimga tegib ketgan. Doim ajrashsammikin deb o'ylab yuraman. Qo'yinglar, eringlarni yomonlamaylar. Yaxshimi, yomonmi ularni boriga shukr. Voy, namuncha erkaklarni yonini olasan? Sen ering yaxshi-da. Shuning uchun bizani tushunmaysan. Erkakning yaxshi bo'lishi ko'p hollarda ayollarning o'ziga bog'liq. Eringlarni yo'lga solinglar, yaxshi gapiringlar. Menga qara, bo'lmaydi. To'g'risi erim jonimga tegib ketdi. Oilada men erkakmanmi yoki ular? To'g'ri. Meni oilamda ham xuddi shu ahvol. Qachon qarasa hamma narsa meni zimmamda. Yaxshi ham epchilman. Bo'lmasa nima bo'lardi? Erkak kishi pul topishga no'noq bo'lsa, o'z-o'zidan kuchli toparmon ayolga aylanar ekansan. Men ham to'g'risi borgan sari fikri xayolim pul topish bilan ovora. Kuni tun tinim bilmayman. Lekin erim uyda telefon titkilashdan boshqasiga yaramaydi. Hech narsani o'ylamaydi. Bizning ham oilada shu ahvol. Meni ham erim topganimni ichadi, ko'chaga sarflaydi. Oilani umuman o'ylamaydi. Assalomu alaykum dadajonisi. Va alaykum assalom. Tez uyga kelgin. Xo'p bo'ladi. Hozir uyga boraman. Nima ovqat qilib qo'yay? Manti qilgin, manti. Manti? Ha, manti. Xo'p bo'ladi. Tavba, namuncha eringga poypatek bo'lmasang. Rostdan ham. O'zi bir oyda bir yig'ilsak. Shu rashchi ering mana shu o'tirishimizni ham ko'ra olmadi. Har safar shu ahvol. Tavba, hali kelganiga yarim soat ham bo'lgani yo'q. Shu yarim soatga ruxsat berganiga ham shukr qizlar. Uyda keksa qaynonam, qaynotam bor. Bolalarim maktabdan kelishi kerak. Ularni osh-ovqatsiz qoldira olmayman. Uyga borib harakatimni qilay. Menga qara. Manti desa manti qilaverasanmi? Osonroq ovqat qilsang bo'lmaydimi, ha? Qaynona qaynotam ham xamirli ovqatni rosa yaxshi ko'rishadi. Bolalarimga men qilgan manti rosa yoqadi. Qizlar, yaxshi o'tiringlar, yaxshi kayfiyat, menga ruxsat. Sizlar qolgan joydan davom ettiringlar, g'iybatni keyingi safar davom ettiramiz. Har safar shunaqa qilasan. Bo'pti qizlar. Nima ham derdik, doim shunaqa qiladi.
Soat tamom bo'pti. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oy. Bolalar qayerda? Dars qilishyaptimi? Shu paytgacha qayerda yuribsan? Soat necha bo'lganini bilasanmi? Voy, namcha vahma qilasiz? Ertalab aytdim-ku, bugun sinfdoshlari biz bilan o'tirishimiz bor deb. Nima borishga haqqim yo'qmi? Uying, bolalaring, ering borligi esingdan chiqib qoldi shekilli-ga. Ayol kishi uyga sal ertaroq kelish kerak emasmi? Men-ku mayli. Lekin bolalarim ochmi, to'qmi deb o'ylamadingmi? Namcha vahima qilasiz? Muzlatgichni to'ldirib qo'ygan bo'lsam, ro'zg'orni butun qilib qo'ygan bo'lsam, yana nima xohlaysiz mendan? Issiq ovqatchi. O'zingiz ham balodek ovqat qilasiz-ku. O'shanga meni kutish shartmidi? Qilavermaysizlarmi ovqatni? Zebo, sen oxirgi paytlarda o'zgarib qolding. Meni o'zgartirgan siz bo'lasiz. Mana pomidorlaringiz qanchadan o'g'lim? 20 ming. Ha, 20. Shundan 2 kilo tort bering menga. 2 kilo? Ha, Hozir. tort bering. Ha, bu limonlar nech pul ekan-a? Yaxshi ekan. Mana bu limoningizdan ham ikkita berasiz-da. Xo'p bo'ladi, hozir. Oyijonim, assalomu alaykum. Voy, Yaxshimisiz? kelin poshsha, Tuzukmisiz? yaxshimisiz? Ha. Voy, bormisizlar? A bundoq biznikiga o'tmaysizlar ham. Ja, ishlaringiz ko'payib ketdi shekilli-ga, ko'rinmay ketdinglar. To'g'ri topdingiz oyijon. Bir emas, ikkita joyda ishlayapman. Shunga balki vaqtim bo'lmayotgandir. Hozir mana bu qo'limdagilarni uyga tashiyman-da, ikkinchi ishimga borishim kerak. Qiynalib qolmayapsizmi, kelin? Ikkita joyda ishlashni o'zi bo'lmaydi. Nima qilardim? Peshonam shu ekan. O'g'lingiz topmaganiga yarasha men topishim kerak ekan. Shunaqa peshonam sho'r ekan. Unaqa noliman, kelin. Axir ko'rib, bilib turibsiz-ku. O'g'limni sog'lig'i joyida emas. Oyog'ini operatsiya qildirish kerak. Shunda ham amallab taksistlik qilib, bir iksim topyapti. Uyda o'tirib olgani yo'q-ku. Nima? Taksistlik deysizmi? Ha? 2 soat chiqadimi, yo'qmi? Darrov charchadim deb uyda yotib oladilar. Ha, nogironlik nafaqasi ham bor-ku, kelin. Oyijon, u pulni bolalarimni repetitor uchun to'layapman. Ro'zg'orda qolgan hamma yuki meni bo'ynimda. Sabr qiling, kelin. Bir kun yaxshi bo'lib ketar. Oyijon, bunaqa nasihatlaringizdan shunaqa charchab ketdim. O'zi zo'rg'a ro'zg'or amalyapman. Hali o'g'lingizni operatsiyasiga pul topish kerak. Uni qayerdan topamiz, Xudo biladi. Shuning uchun aytyapman-da, sabrli bo'ling. Hammasi o'tib ketadi. Eng muhimi, tani joningiz sog'. Shunga shukr qiling, kelin. Mayli oyijon. Charchamang. O'tarsiz uyga. O'ting biznikiga. Ha, mayli, bolalarni so'rab qo'ying. Oyijon, menga 50 ming so'm kerak. Uf, yana boshlandi pul so'rash. Nimaga? Yangi daftar, ruchka olishim kerak. Qalamlarim ham sinib ketgan. Oyi, menga ham pul kerak. Sumkam yirtilib qoldi. Keyin yangi oyoq kiyim ham olishim kerak. Eskisidan suv o'tayotdi. Mana shu muammolaringni borib otalaringga aytsalaring bo'lmaydimi? Oyi, dadam pullar yo'q-ku, tushlik uchun zo'rg'a pul beryaptilar. Ko'rdinglarmi? Nuqul dadam deb yonini olasizlar. Mana shu dadanglar
ishi ko'zini biladigan, epchil bo'lganida hozir bunaqa yashamayotgan bo'lardik. Shu uyga kelganimdan beri bir topish tutishni tayini yo'q. Ro'zg'orga bir tayinli narsa olib kelganini ham eslolmayman. Ish qilib sizlar otanglarga o'xshamanglar-da. Zebo. Tushunmadim. Nima bolalarni menga qarshi qayrayapsanmi? Men bor gapni aytyapman. Siz bolalarimiz uchun namuna bo'la olmaysiz. Qachongacha bolalarimga meni yomonlayverasan? Dada, oyi urushmanglar. Men nima dedim, qizim? Ana dadang boshlayaptilar. Men jim o'tiribman-u. Ko'rdingizmi? Bolalar ham sizdan bezib ketgan. Dada, bizni aylantirishga olib boring. Ha, rostdanam, bugun meni dugonalarim Samarqand darvozaga borishibdi. Biz ham boraylik. Kech olgan nafaqa pulimni repetitoringga to'lab yubordim. Hozir yonimda ortiqcha pulim yo'q. Dadangda doim pul bo'lmagan. Qachon qarasa, pulim yo'q deb noliganlar. Zebo, bas qil. Nima? Nega bas qilarkanman? Qachon bolam chaqam deb yurgansiz o'zi? Qachon qayg'urasiz? Bir o'ylab ko'ring, oxirgi marta bolalarimni qachon aylantirgan olib borgansiz? O'chir ovozingni. Nimaga baqirasiz menga? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi. Mashinani bolalarim aytgan joyga haydang. Sizda pul bo'lmasa, mana menda bor. Har holda bolalarimni onasini orzu havasi bor. Hech qayerga bormaymiz. Uyga qaytamiz. Biz uyga qaytmaymiz. Bolalarim aytgan joyga haydang dedim. Haydang dedim sizga. Mashinani to'xtating masjidga. Uyga qaytamiz dedim, Zebo. To'xtating dedim. Menga qara, Zebo. Meni ham tushungin. Yetar. Ozroq sabr qilib tur. Rahmat, sabr qilib sabr ko'rsam Ozroq to'ldi. sabr qilib tur. Tushinglar bolalar. O'rgildim sendaqa aqlli xotindan. Tavba. Jahl qilishiga o'laymi? Bolajonlarim, qani, ketdikmi maktabga? Biz maktabga bormaymiz. Nimaga? Mana buni oyim berdilar. Bizga bozordan kerakli narsalarni olib berar ekansiz. O'zi olib beraversin. Dada, yangi oyoq kiyim olib bermasangiz maktabga bormayman. Menga ham yangi sumka kerak. Menga qara. Oying dam olish kuni o'zi olib beradi. Qani, ketdik. Meni dam olish kunim yo'q. Tayyor pulni bergandan keyin olib boravermaysizmi? Sizdan pul so'rayotganim yo'q. Mayli. Xo'p. Qani ketdik. Aytgancha. Seni ham olib ketaymi? Ha, meni metroga tashib qo'yasiz. Bo'pti, yuringlar. Ha, mayli. Ketdik. Oy belim. Uf. Voy. Tushunmadim. Plastigimdagi hamma pulni yechib olganlarmi? Erim qilgan ishini qara. Meni qiynalib, beli og'rib pul topyapti ham demadi. Yaramas. Uyga boray, hali ko'rsatib qo'yaman. So'ramaydilar ham. Qiynalib pul topyapti bu demaydi. Oyi, yaxshi keldingizmi? Ukam, kelin, jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Ha, hammamiz yaxshimiz bolam. Hammalari senga salom deb yuborishdi o'g'lim. Salomat bo'lishsin. O'zingni sog'liging qanday bolam?
oyog'ing og'rimayaptimi? Endi biroz og'riyapti-yu, lekin chidayman-da. Ha. Qachon operatsiya qildirmoqchisan? Nasib bo'lsa, pul yig'ib boshladim oyi. Har kuni kira qilib topganimdan oz-ozdan olib qo'yapman. Ish qilib, oilangni, bolalaringni baxtiga sog'ayib ketgin bolam. Xavotir olmang oyi. Xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketaman. Abror aka, Voy, Abror aka. ha, kelin poshsha, tinchlikmi? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? Qilar ish qilib qo'yib, o'zingizni bilmaganlikka olmang. Sekinroq gapir, axir oyim. Xohlaganimcha gapiraman. Ey, Nimaga meni pullarimni ishlatib yorasiz? Nima haqqingiz bor? Belingiz og'rib pul topmagansiz-da, bir so'm ham qoldirmabsiz. Voy hay kelin poshsha, namuncha baqirib gapirasiz? Tinchlikmi o'zi? Ha, ayol kishi eriga ham shunaqa muomala qiladimi, a? Ha, shunaqa muomala qilaman. Chunki mana shu Alfons o'g'lingiz bilan yashash mana shu yerimga yetib keldi. o'chir ovozingni. Voy. Voy. Voy voy. Voy boshim. Voy boshim. Oyi, Voy xudoyim. oyi, Iskanmidi? yaxshimisiz? Bor dorim olib. Sumkamda dorim bor. Tezroq. Hozir oyi. Voy. Iflos. Ona bola, tili bitta, artistlar. Men ajrashaman. Ortiq bunaqa ahvolda yasha olmayman. Hammasi jonimga tegib ketdi. Ey, bilganingizni qiling. Xohlasangiz ana boring keting. Siz butunlay o'zgarib qopsiz kelin. Oyi, men ham buning injiqliklariga boshqa chidolmayman. Bor yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Xo'p. Avval pulimni topib berasiz. Ana undan keyin ket deyishingiz mumkin. Avval pulimni topib berasiz. Hozirroq. Senlar bellaring og'rib pul topmayapsizlar-da? Nimaga meni pulimga kelgan narsalarni otasanlar? Menga bu narsalar kerak emas. Menga ham. Oyi, bu narsalarni biz tanladik. Dadam aytgandilar arzonrog'ini olaylik deb. Lekin biz ko'nmadik. Shunga shuncha janjal qilishingiz shartmidi? Senlar hali onangga ham shunaqa Hey! gapirasanlarmi? Voy, voy bu qanaqasi bo'ldi? O'zingni bosib ol. Pulni bilganingcha ishlatadigan bo'lib qoldinglar-da, sizlar. Sizga pul kerakmi? Yoki bolalaringiz, oilangiz kerakmi? Oyijon, men ham pul ishlab topishdan charchadim. Har kuni ishlayman. Dam olish kuni nimaligini bilmayman. Axir ayol kishiman men ham. Hay kelin. Agar sizga oila kerak bo'lmasa, bizni tinch qo'ying. Boring ana keting. Bezovta qilmang bizni. Yo'qol. O'zi shundoq ham ketmoqchi bo'lib turuvdim. Hali ko'ramiz. Men siz ikkita bolani boqa olarkanmisiz? Yo'qol. Ketyapman ham. Ey, mani bo'lashuvishlaringni ham olib ket. Voy tavba. Bu kelinga nima bo'lgan o'zi o'g'lim? Pul topib, bosar tuslarini ham bilmay qopti-da, oyi. Qani endi qizim, asablaring joyiga tushgan bo'lsa, yotig'i bilan menga tushuntirchi, nima bo'ldi? Oyi, xullas, kuyovingiz bilan janjallashdim. U bilan ajrashmoqchiman. Nima?
voy esing joyidami seni? Oyi, plastik kartamdagi hamma pulni ishlatib yuboribdilar. Ha, nimaga ishlatibdi? Bolalarga kiyim qilibdi. Voy tavba, ha ishlatgan bo'lsa, bolalaringga ishlatibdi-ku. Ko'chada ichib yo'q qilib Oyi, siz meni tarafimni olish o'rniga shu kuyovingizni tarafini olyapsizmi? Olaman-da, olaman. He? Chunki noto'g'ri ish qilmagan, to'g'ri ish qilgan. Nima bo'pti? Meni o'ylamaydimi? Men topgan pullarni o'ylamaydimi? Qizim, tushunsan-chi, ha bolachi. Axir bolalaringga ham kiyim-kechak kerak-ku. Shuning uchun olgandir-da. Shahlo, uydamisan? Dadam keldilar. O'tir. Ishdan keldilar. O'zim qarayman. Jahllarini bilasan-ku. Dadangga yana biror narsa deb o'tirmagin. O'zim sekin yotig'i bilan tushuntiraman. O'tirib tur. Tavba. Kelganim o'z onamga ham yoqmayaptimi? Qudajon, kecha rosa sizga qo'ng'iroq qildim. Telefoningizni ko'tarmadingiz. Bu ahmoq qizimni ko'rmaysizmi? Uyga kelyapti. Ha, atayin telefonimni ko'tarmadim. Men sizni shunaqa qiz tarbiyalaysiz deb hech ham kutmagandim. Qizingizni o'g'limga qilgan muomalasini haligacha hazm qila olmayapman. Ming bor uzr. Qizim shunaqa asabiylashib qopti-da. Kecha dadasi ham rosa dakki berdilar. Menimcha endi quda qizingizni tarbiyalab bo'lmaydi. Juda haddidan oshib ketibdi. O'g'limni tobi yo'qligini bila turib, atayin janjal qildi. Hammasini tushunib turibman, qudajon. Hamma ayb qizimda. Lekin nima qilay? Shunaqa o'zgarib qopti-da. Xullas qizingiz to o'ziga kelguncha uyingizda yashab tursin. Men bunaqa tili 10 qarich kelinni o'g'limga xotin qildirmayman. O'g'lim nogiron bo'lsa ham g'ururi baland. To'g'ri aytasiz, qudajon. Mayli 3-4 kun biznikida yashab tursin. Hali o'ziga kelib qolar. Nabiralarim uchun tishimga bosib zo'rg'a turibman. Aks holda allaqachon ajratib yuborgan bo'lardim. Yo'q, unaqa qilmang, qudajon. Axir bizning yoshimiz katta, ozgina sabrli bo'laylik. Qizim uchun mana men uzr so'rab keldim. Hali aqli kirib qoladi, qudajon. Qudajon, xullas men bitta reja o'ylab qo'ygandim. Mana shu rejam amalga oshsa, ularni oilasini saqlab qolgan bo'lamiz. Qanaqa reja? Voy, dadasi. Ha, Dadasi. Boshlang. nimani? Ha, qizingiz keldi. Boshlang. Soat nechi bo'ldi? Ovqatni ham shunaqa bemaza qilasanmi? Voy, dadasi ko'rib turibsiz-ku. Kelin ishda bo'lsa, ha men nevaralarni endi bog'chadan olib keldim. Ha, menga bahona to'qima. Kelinga ham ayt. Uy ishlarini eplamasa, o'sha ishxonasida ham ishlamasan. Bo'lmasa hammasini yig'ishtirib uyda o'tirsin. Unaqa demang. Axir hozir kelin kelib eshitib qolsa nima bo'ladi? Ey, eshitsa eshitar. Keliningni ishlaganidan bizga nima foyda? Undan ko'ra uydagi ishlarni hammasini do'ntirib qo'ysin. Seni xizmatkor qilib olmasdan. Dadasi, sekinroq. Aytgancha. Ana u arzanda qizing qayerda yuribdi? Qachon keladi? Bilasiz-ku, uni ishxonasi uzoqda, uni ustiga 2 ta joyda ishlaydi. Meni mahalla ko'y oldida boshimni egmalaring.
qizingga ayt. Bu gunoh hamma narsalarini yig'ishtirib uyga jo'nasin. O'zi ham ukasidan rosa gap eshitib, kayfiyati yo'q. Ha, 3-4 kunda ehtimol tavbasiga tayanar. Men-chi uni turmushga uzatganman. O'sha uyda tinib-tinchib o'tirsin. Ertaga mahalla ko'yda gap chiqsa, ayab o'tirmayman. Ayniqsa seni. Xo'p, dadasi, xo'p. Tushunarlimi? Xo'p, tushundim. Xo'p. Shundoq bo'lsin. Bu nima? Buncha sho'rba ovqating. Voy, Ovqatga ham shuncha tuz soladimi? Bu nima qilganing onasi? Buni yog'ini qara, yog'ini. Sen qayoqqa qarading? dadasi? Dada, ovqatni men qilgandim. Oyim toblari yo'qligiga ishdan vaqtli keluvdim, ovqat qilib qo'ya qolay dedim. Shunaqa ham ovqat qiladimi? Shu kuyovga 1000 marta rahmat. Seni mana shunaqa bemaza ovqatlaringga chidagani uchun. Dada, ovqatni nimasi yoqmayapti? Yaxshi-ku. Biz oilada bunaqa ovqat qilinmaydi. Istaganingcha yog' solgansan. Istaganingcha masalliq. Bu nima isrofgarchilik? Aytgancha, necha kundan beri e'tibor beryapman. Kechasi bilan chiroqlaringni yoqib qoldirasan. Agar onang yoki kelin shu ishni qilsami, mendan yaxshigina gap eshitardi. Sen ham qulog'ingga quyib ol. Meni xonadonimda ortiqcha isrofgarchilik bo'lmaydi. Xo'p. Ishtahani ham. Keyin bunaqa kechikishlaringni yig'ishtirgin. Bir kami endi orqangdan mahalladagilardan gap eshitishim qoluvdi. Menga qara. Mabodo ulfatlarim orasida sen haqingda orqangdan qanaqadir gap eshitib qolsam, bu uydan qorayni o'chirasan. Tushundingmi? Otamni fe'llarini yaxshi bilardim. Lekin bunchalar inchiq bo'lib ketganlarini bilmas ekanman. Onam bilan kelinimni joniga baraka bersin. O'zimni erim esa dadam bilan solishtirganda erim tilla ekan. Voy. Shoshma qizim. Nega qochib ketyapsan qizim? Nimaga keldingiz? Nimaga unaqa deysan bolajonim? Men sizlarni yaxshi ko'raman. Biz sizni yomon ko'ramiz. Ukang yaxshimi? O'qishlaring yaxshimi? Yomonmiz. Maktabda ham 2 olyapman. Axir sen a'lo baholarga o'qirding-ku. Siz bizni tashlab ketganingiz uchun men 2 baho olyapman. Biz yaxshi o'qiyapmizmi, yomon o'qiyapmizmi, sizga nima ahamiyati bor?
Meni bolajonim. Siz bizni tashlab ketdingiz-ku. Unaqa dema jon qizim. Seni juda ham sog'inib ketdim. Yaqinda qaytaman. Qaytaman qizim. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring meni. Iltimos qizim. Qaytishingizni istamayman. Nega unaqa deysan? Qaytganingiz bilan dadam bilan yana urushasizmi? Ukam ikkalamiz siz janjallaringizdan charchab ketganmiz. Qizim. To'g'ri endi. Dadangga ozgina jahl qilgandurman. Lekin sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Meni kechir. Nuqul bizga dadamni yomondirdingiz. Aslida o'zingiz yomon ekansiz. Unaqa dema qizim. Sizni ko'rishni xohlamayman. Bizni tinch qo'ying. Qizim, to'xta, qizim. 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 Nima qilib qo'ydim? Qizim. Meni kechir. Eshitaman Dilnoz. Yaxshimisan? Rahmat, uzr bezovta qildim. Zilolani uyiga ertaga birga o'tib kela olamizmi? Nimaga tinchlikmi? Eshitmadingmi? Nimani? Demak, guruhdagi xabarlarni ko'rmabsan-da. Zilolani eri o'tib qoldi-ku. Yo'q-e. Ha, shunday. O'rtoqjon, endi bundan buyog'iga o'zingni qo'lga ol. Men yaxshi ayol bo'la olmadim. Eri menga tobim yo'q desalar, parvo qilmabman. Bizni tashlab ketishlari yetti uxlab tushimga ham kirmabdi. Mayli. Nima ham qila olardik, endi o'zingni qo'lga ol. Boshqa chorang yo'q. Men ularni roziligini ola olmadim. Yonlarida bo'lib, so'nggi damlarda bir piyola choy uzata olmadim. Ish deb har kuni ketaveribman. Hadeb o'zingni ayblaurmagin. Ering ham ko'p ichardi-da. Ichsa ham bolalarim otasi edi. Bolalarim ko'rdingmi yig'lab o'tirishni? Endi ularga ota mehrini qayerdan olaman? Bo'ldi o'rtoq, siqilma. Bundan buyog'iga farzandlaring uchun o'zingni qo'lga ol. Sog'liging kerak. Sinfdoshlar gruppasiga tinmay xabar kelibdi. Tinchlikmikan? Qizlar, uxlolmayapman. Yaxshimi, yomonmi, erimni borligi yaxshi edi. Qizlarim bilan qo'rqyapmiz juda. Ming qilsa ham erim bo'lganda tinch uxlardik. Mana endi yolg'izlik qiynayapti. Dugonajonlar, eringizni qadriga yetinglar. Keyin menga o'xshab afsuslanib qo'ymanglar. Zebo. Zebo. Voy, assalomu alaykum dada. Namuncha bunaqa ko'p uxlamasang. Ayol kishi ham 8 gacha uxlaydimi? Kecha sal charchagandim-da. Ey. Sen uyingda ham shunaqa qilarmiding? Ha,
Men xohlagan paytim uyg'onardim, xohlagan ishlarimni qilardim. Shuning uchun ham seni ering haydab yuborgan ekanda, ha? Kuyovingiz haydamagan. O'zim ketganman. O'zing ketgan bo'lsang, bo'ldi. Izzating bitdi. Endi uyingga jo'na. Dada, o'zingiz Bas qil. Ortiqcha gap kerak emas. Jo'na uyingga. Tinchlikmi dadasi? Yo'q, tinchlik emas. Tezroq qudangga telefon qil. Uyga jo'nat qizingni. Xullas, ishga borib kelganimda bu uyda qizingni ko'rmay, tushundingmi? Siz nima desangiz shu. siz bolalarimiz uchun namuna bo'la olmaysiz. Qachongacha bolalarimga meni yomonlayverasan? Bu uyda siz emas, men erkakman shekilli. Ey! Og'zingga qarab gapir. Men ham qarab turganim yo'q. Qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Qo'ysangizchi. Bas qilasanmi yo'qmi? Bas qilmayman. Muzlatgichni to'ldirib qo'ygan bo'lsam, ro'zg'orni butun qilib qo'ygan bo'lsam, yana nima xohlaysiz mendan? Men ajrashaman. Ortiq bunaqa ahvolda yasha olmayman. Hammasi jonimga tegib ketdi. Bilganingizni qiling. Xohlasangiz ana boring keting. Nima qilsam ekan? To'g'risi, bolalarimni juda ham sog'inib ketdim. Lekin qaynonam bilan erim meni kechirisharmikan? Ish qilib kechirishsin-da. Guldek oilamdan ketib, ahmoqlik qilibman. Endi xatoim to'g'rilashim kerak. Alo. Ha, Dilnoz, tinchlikmi? Yaxshimisan? Bugun gapimiz bor edi, esingda bormidi? Borishimiz kerak. Ha, Dilnoz, men bugun bora olmayman. Bu yangilik bu. Gap bo'ladigan kuni hammadan vaqtli kelarding, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bugun gapdan ham hammadan muhim ishim bor. Nima ish ekan? Hozir bolalarimni yaxshi ko'radigan tortni olyapman. Keyin uyimga boraman. Voy o'rtoqjon, axiyri to'g'ri qarorga kelibsan-da. Ha. Zilola tayinlagandi, eri bilan yarashsin, ahmoqlik qilmasin deb. Bitta men adashdim, boshqalar adashmasin degandi. Ha, Zilolani gaplaridan o'zim uchun xulosa chiqardim. Endi oilamni asrayman. Mayli Zebo, yaxshi qol. Xo'p, mayli, rahmat. Xo'p. Mana bu tortni berib yubora olasizmi? Rahmat, sog' bo'linglar. Oy. Xudojon, kuyov, iltimos, qizimni aybi uchun men sizlardan uzr so'rayman. Uni kechiringlar. Uylarga bosh egib keldik. O'zini tili yo'qmi? Oyjon, iltimos, meni kechiring. Shuncha yil yashab, sizdan, o'g'lingizdan hech ham yomonlik ko'rmadim. Men haddimni bilmay qolibman. Ko'proq pul topganimga o'zimdan ketib qolibman. Iltimos, kechiringlar. Endi ko'zlaringiz ochildimi? Sizga faqat pul kerak edi-ku. Oila, farzandlar kerak emasdi-yu. Pul baxt bermas ekan. Lekin buni kech tushundim. Iltimos, oyijon, meni kechiring. Iltimos. Kechirimni mendan emas, o'g'limdan so'rang.
Abror aka, men hammasini tushunib yetdim. Ko'nglingizni og'ritganim uchun meni kechira olasizmi? O'zi sizni bo'lak qilib, katta xato qilgan ekanman. Ja, o'g'limni boshiga chiqibsiz-u. To'g'ri aytasiz, Xudojon. Endi shu yerga ko'chib kelib, qaytadan qaynonalik qiling. Tarbiyalang. Oyijon, meni kechirdinglarmi? Ha, Abror aka. Qizim, o'tirishingni qara. Ha? Bor, osh-ovqatingga qaramaysanmi? Quda ikkalamizni og'izlarimiz qurib ketdi. Ha, Ko'k choy damlab kel. Xo'p bo'ladi. Hozir, Bor, xo'p bo'ladi. Voy, hozir men. Voy, Men hozir. Sizlar o'tirib turinglar. Xudojon, sizga nima degandim? Mana shu rejamiz ish beradi degandim-ku. ha. Iloyim qo'sha qarishsin. Ilohim, ilohim. Baxtli bo'lishsin. Alo. Ha onasi. Dadasi, xavotir olmang. Rejamiz ish berdi. Ikkalasini yarashtirib qo'ydik. Men hozir qudanikidaman. Biz yarash oshi qilyapmiz. Birpas turib uyga o'taman. Yaxshi. Ey Xudo. O'zingga shukr.